Tabiat injiqliklari oldida odamzod hamisha ojiz. Chunki kelayotgan ofatlar haqida oldindan bilsak-da, u keltiradigan tashvishlar bilan kurashishni sira iloji yo'q. Ma'lumki, bu yilgi bahor fasli yomg'irlar va shamollarga boy bo'ldi. Ayniqsa 18-may kuni mamlakatimiz miqyosida ro'y bergan tabiiy hodisalar insonlarga katta tashvishlar keltirdi. Denovlik tadbirkor Akram Agzamov ham shunday jiddiy talofatlarga duch kelganlardan biri. Biz mana shu yerga 4 gektar maydonga issiqxona tashkil qilganmiz. Bu qilgan ishimiz $800,000 loyiha. Bank krediti asosida bo'lgan bu. Tronbankdan $800,000 kredit mablag'i ajratilgan. Shu kredit mablag'iga bo'lgan loyihamiz bu. Endi bu mana shu yil 2026-yil 18-may holatida juda kuchli tabiiy ofat, shamol, bo'ron bo'lganining oqibatiga mana hozir o'zingiz ham ko'rib turibsiz, juda ham ko'p talofat ko'rdik. Hozir taxminiy hisob-kitoblarimiz milliarddan oshib boryapti. Chindan ham katta maydonlarda issiqxona sharoitida pomidor yetishtirayotgan yosh tadbirkor ikki o't orasida qolgan. Bozorlarimiz rastalarini pomidor bilan to'ldirishni niyat qilgan dehqon holidan xabar olish kerak bo'lgan mutasaddilar muammo yechimini bartaraf etishda ularga yaqindan ko'mak berishi lozim. Aks holda yilning hamma faslida yopiq holda baravj o'sishga mo'ljallangan ushbu pomidorlar nobud bo'ladi. O'ylaymizki, kredit mablag'larini taqdim etgan moliya muassasasi rahbarlari ham, tadbirkorga tayanch bo'ladigan soha xodimlari ham bugungidek og'ir kunlarda ularga amaliy yordam beradilar. Bo'lmasa 2026-yilning 31-dekabr kuniga qadar bankka $140,000 to'lash kerak bo'lgan tadbirkor holi nima bo'ladi?